Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari, ijtimoiy kuzatuvchilari. Mana YouTube orqali olgan eshiklarimizni o'rnatdik. Xudo xohlasa, mana joylarda videomizni davom etyapmiz. Bu yerga 3 ta yakka bir qanotlik o'rnatdik. Rangi oshirmasdan oynalari bilan safasini 90 ga 230 eshik bilan ko'rdim. 1,2 ming so'mdan qilib berdik. Bitta eshigimiz 2,4 ming so'mdan oshirmoqchi zamon oynalari olib kelib ustonga qilish jarayonlarini o'rnatib berdik. Oynalarni oldik, oq oyna solganmiz, germetlangan. Germetlik sovuq havoga, shovqinga xudo xohlasa qarshi kalla kanizlari bor. Bitta roverlari bilan chiroyli qilib mana 8 lanshlari bilan kesaklari ham yonbosh rezgullar ochilgan. Xudo xohlasa sifatlari ham a'lo, neabrizli yog'ochlardan bo'lgan. Qalini 4-6 yil ketyapti. Bozorimiz 11 lik, tepa past bosarimiz 15 lik. Tevasida 35 lik ko'zlari bor. Bular ichkari yotganmiz, ikkala eshikda. Bunimizdan mana xudo sifatlarni ko'ra olasiz. Ranglarni mana shu yanda oldin akfa o'rnatilgan ichki tomoniga, shu akfani rangga moslab sapsan rang sepdik. 10-05 deb qo'yamiz, lakli holati bu ichkariga. Bu eshigimiz tashqariga yaqinida yozib boramiz. Bu eshigimizni tashqari ochganmiz. Ko'ryapsiz, ustidan oshirmoqchi qo'yganmiz. Penalar zo'r o'rnatib qo'yildi. Zamonlar xudo xohlasa argan yaxshi zamonlardan, xizmatlari zo'r, ideal zamonlardan xudo xohlasa. Buni Chinobodda, Fayzobodda qishloqqa olib kelib o'rnatib yutib olgandik. Bu yerga 2 hafta avval video obzor qilganmiz. Akfa o'rnatib ketdik. Akfani padagonlik ustun o'rashlari bilan mana mogri rangda Tubmokko deb qo'yamiz. Zamonlar zo'rroq o'rnatganmiz. Uni ko'ratini 600 ming so'mdan olib kelib, o'rnatib ustun yo'lda oynalar bilan birga padagonlikni o'rnatib ketganmiz. Ustunlarni o'raganmiz. Ochilishlari bor va endi bu akfaron avval bo'lgan ekan, avval o'rnatilgan. Endi ochilishi eshigiga yog'och taqilgan. Yog'ochga o'rnatib berdik. Bu yog'och eshiklar, akfalar, MDFlar bo'lsa, xudo xohlasa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz doimgina Andijon viloyati Buloq bosh tumani, Abdullayev telefon raqami 96 Telegram orqali chiqarsa, vodiy bo'lib dastlabkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab xudo xohlasa xizmatlarimiz qo'ldan kelgancha yog'och, eshik-rom, MDF va hamda akfa. Sizlar xohlagan, fason xohlagan ranglarni xudo xohlasa olib kelib chiroyli ustonga o'rnatib beramiz. Doim sizlar uchun xizmatlarimiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etib, like bosib qo'yasizlar.